O'zbek xalqi boy ma'naviyat va tarixga ega. O'zbek millatida shunday udumlar bor ediki, ularni yer yuzining boshqa burchaklarida uchratmas edingiz. Mana o'shalardan ba'zilari. Avvallari ota o'tirgan davraga o'g'il dafatan qo'shilmagan. Otaga tik qarab gapirilmagan. Taom tanovul qilishda ota-ona kelmaguncha hech kim ovqatga qo'l uzatmagan. Har qanday qiyin, murakkab ishlar oldidan keksalarning maslahatlarini tinglab, ulardan fotiha olingan. Qarindosh urug'lar, yori birodarlar kuchi bilan hasharlar qilingan. Tansiq taomlar pishirilganda qo'shnilarga ulashilgan. Ertalab turib farzandlar ota-onalaridan xabar olishgan. Erta tongdan ko'cha eshiklari ochilib, hovli va darvoza atroflari supurib sidirilgan. Ko'cha-kuyda yoshi ulug'larning oldidan kesib o'tilmagan. Salomlashni hech qachon kanda qilishmagan. Bemor va qariyalarni ziyorat qilish odat tusini olgan. Ajdod va avlodlarimiz suvni muqaddas hayot charchashmasi deb bilib, uni ifloslantirishni, axlatlarni tashlashni, hatto unga tuflashni gunoh azim hisoblaganlar. Har bir xonadonda ariqlardan zilol suvlar oqib turgan. Oqar suvlarni kasal bo'lib qolaman deb hadiksiramay bemalol ichishgan. Bolakaylar hovlidagi yoki ko'chalardagi mevali daraxtlar shoxlari ustilarida yursalarda, ularni sindirib payhon qilishni xayoliga ham keltirmaganlar. Qushlar, hayvonlarga ozor bermaganlar. Yangi farzand tug'ilgan xonadondan ona allasi doim eshitilib turgan. Ona qalbidagi yaxshilik, ezgulik, poklik nuri alla bilan farzand qalbiga o'tgan. Bobo va momolarimiz, ota-onalarimiz savob nima, gunoh nima, uvol nima, qarg'ish nima bobida tez-tez suhbatlar o'tkazib turganlar. Yoshi katta ularni zo'r e'tibor bilan tinglaganlar va ularga amal qilganlar. Shu udumlarimiz, milliy qadriyatlarimiz asnosida yosh avlodga halollik, rostgo'ylik, bir-birlariga yaxshilik sig'inish, vijdon, iymon, e'tiqod, kattalarga hurmat kabi oliyjanob ma'naviy fazilatlar singdirib borilgan. Ma'lum davrlarda kimlargadir taqlid qilib, kimlardandir andoza olib yashadik. Oqibatda milliy odob, axloq, tarbiyadan, birovlar havas qiladigan urf-odatlarimizdan uzoqlashdik. Amir Temur, Bobur, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Al-Xorazmiy, Al-Beruniy, Al-Buxoriy kabi allomalarimiz, Bibixonim, Nodira Begim, Zebuniso kabi zukko momolarimiz bo'la turib, biz o'zimizni madaniyat, ma'rifatdan yiroqda deb bildik. Savob bilan gunohning farqiga bormadik. Natijada ayrim joylarda ota-onalarga bo'lgan hurmat yo'qola boshladi. Hatto ularga tiq ko'tarish paydo bo'ldi. Oddiy assalomu alaykum deb so'rashni unutdik. Keksalarga hurmat, ulardan maslahat olish kamaydi. Yillab qarindosh urug'lar bir-birlaridan xabar olmay qo'yishdi. Hasharlar kamaydi. Xonadonlarda ona allasi kamroq eshitila boshladi. Ko'p xonadonlardan o'tadigan ariqlar yo'qoldi. Anhorlarga axlat va boshqa chiqindilarni tashlash odat tusiga aylandi. Hattoki korxona chiqindilari ham suvga oqizila boshlandi. Bir bolalar bog'chasining katta guruh tarbiyalanuvchilariga savob nima, gunoh nima, qarg'ish nima, uvol nima degan savol berishganda 54 ta bolaning hammasi bu so'zlarni umuman eshitmaganliklarini aytishgan. Mustaqillik bizga o'z erkimizni, milliy urf-odatlarimizni, jahon tan olgan udum va qadriyatlarimizni qayta tiklash imkonini berdi. Endi uni mustahkamlash hammamizga, bizning ma'naviyatimizga bog'liq. Respublikamiz aholisining 65%ni yoshlar tashkil qilar ekan, endilikda kelajak avlod tarbiyasida milliy udum va qadriyatlarimizni tiklash zamon talabi bo'lib qolmoqda. Yoshlar ongiga mustaqillik, ozodlik tuyg'ularini, bir-birlariga mehr-oqibatni singdirish asosiy vazifalarimizdandir. Savol tug'iladi, ma'naviyatni boyitishni nimadan boshlash kerak? Ma'naviyat insonga ona suti, ota namunasi va ajdodlarimiz o'giti bilan singadi deyishadi. Har birimiz ona suti, ona allasi ahamiyatini yaxshi tushunib yetsak, ota bolalarga o'zining barcha xatti-harakatlari bilan o'rnak bo'lsa, ularga savob, gunoh, uvol, qarg'ish kabi tushunchalar ajdodlarimizning o'gitlari misolida tushuntirib borilsa, ularni mehnatga o'rgatsa, onalar qizlarini uyda tozalikka, orasdalikka riyo qilishga, uy ishlarini bekami ko'z bajarishga, mustaqil hayotga tayyorlasalar, shu xonadonda hamisha ravshanlik, musaffolik, bir-birlariga mehribonlik hissi hukm suradi. Bu muhitda ta'lim-tarbiya ko'rgan bolalar hamma joyda shunday ish tutishga odatlanadilar. Bu ishlarni bolalar bog'chasida, maktabda, kollej, litsey, oliy o'quv yurtlarida ham davom ettirish kerak. Tarbiyalovchi avvalo o'zi tarbiyalangan bo'lishi kerak deb bejiz aytmaganlar. Biz chekma deb cheksak, halol bo'l deb unga amal qilmasak, assalomu alaykum degan deb turib uni buzib o'zimiz assalomu alaykum deb aytsak, qanday tarbiya bergan bo'lamiz? Tarbiya jiddiy, uzoq muddatli, murakkab jarayon. Ta'lim va tarbiya o'rtasida hech qachon uzilish bo'lmasligi kerak. Ta'lim jarayonida yoshlar yetarli tarbiya olmoqlari lozim. Tarbiya jarayoni esa ta'lim bilan to'ldirib borilishi kerak. Holbuki chinakam ta'limning mohiyati odamni odamiylikka tayyorlashdan iboratdir. Ta'lim faqat so'z va o'rgatish bilangina bo'lsa, tarbiya
amaliy ish va tajriba bilandir. Haqiqiy inson bo'lish uchun odamlar ichida yurish kerak. Bir odam katta olim, o'z fanining ustasi bo'lishi mumkin, lekin u hayotni bilmasa qiyin. U bilan gaplashib maza qilmaysiz. Va aksincha oddiy dehqon, ishchi haqiqiy inson fazilatlarini egallagan bo'lsa, uning suhbatidan bir olam zavq olishingiz mumkin. Har bir jamoada butun umrini halollik, poklikda o'tkazgan, el yurtiga ixlos, e'tiqod qo'yib yaxshiliklar qilayotgan yosh keksalarni, ayollarni hurmat qilishimiz, bemor xodimlarimizni, nafaqaga chiqqanlarni holidan o'z vaqtida xabar olishga o'rganmoqimiz kerak. O'quv dargohlarida ma'naviyat va ma'rifat burchaklari tashkil qilinib, unda savob, uvol, gunoh, qarg'ish kabi so'zlarning ma'nosi, ota-ona keksalarga hurmat, sog'lom turmush tarzi, vatan tuyg'usi masalalari o'z o'rnini olgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari talaba yotoqxonalarida yoshlarning ma'naviyatini boyitishga qaratilgan katta davra suhbatlar o'tkazish odat tusini olishi kerak. Talabalarga mutaxassislikka oid bilimlarni o'rgatib qolmay, balki ularni mustaqil hayotga ham tayyorlamoqimiz lozim. Shu boisdan barcha bilim dargohlarida odobnoma rukni ostida risoladagi oila, risoladagi farzand, risoladagi ayol, risoladagi er qanday bo'lishi kerak, savob va gunoh nima, Allohning va ona sutining ahamiyati, duoning xosiyati, milliy qadriyatlarimizni bilasizmi kabi mavzularda davra suhbatlari, anjumanlar muntazam o'tkazib borilsa, maqsadi muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bunday tadbirlar yoshlarni ma'naviy jihatdan yetuk va barkamol qilib tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir. Mustaqil yurtimizda sog'lom avlod dasturining amalga oshirilayotganligi jamiyat zimmasiga ota-ona va bolalar o'rtasidagi mehr-oqibat, sog'lom turmush, sog'lom ma'naviy dunyo, vatan sevgisini tiklash, barkamollikka erishish zaruriyatini yuklaydi. Asrimiz shubhasiz ilm-fan, texnika taraqqiyotining yangi urflariga ko'tarildi. Insoniyat avlod ajdodlari hayot tarzini nechog'lik taraqqiy etib bormasin, eskilar yangilarga joylarini qanchalik tez va sekin bo'shatmasin. Shunday milliy qadriyatlarimiz borki, ular asrlardan asrlarga sayqinlanib o'taveradi. Shulardan biri boqiy va bokira, daryodek uyg'oq, mangu qo'shiq ona allasidir. Ona qalbidagi yaxshilik, ezgulik, poklik nuri alla bilan farzand qalbiga o'tadi. Yorug' olamni ilk bor ko'rgan chaqaloq hamisha ona allasiga tashna bo'lganday tuyuladi. Hatto isitma chiqib bezovta chaqaloqni ona allasidan orom topganini guvoh bo'lganmiz. Ona allasi sehridan hatto tabiat ham osuda bo'ladi. Allah dunyodagi eng sof, eng ohangdor, eng erkak tuyg'uli, qalb nuri bilan kuylanadigan onalik qo'shig'i. Allahda iltijo, sehr, qalb sadosi-yu vatan navosi, bu dunyodagi jamiki ezgu tilaklar mujassam. Iboli ayol ro'zg'orda suv kelsa simirib, tosh kelsa kemiradi. Ona xonadonning yaxshisini oshirib, yomonini yashiradi. Ne savdolarni ichiga yutadi. Alamni tinimsiz o'zingga olganingdan ko'ra kimgadir ba'zan ko'ngil yozgan sihatlik uchun foyda ekan. Biroq momolardan, onalardan uy sirini ko'chaga olib chiqmaslikni meros qilib olgan o'zbek ayoli hasratlarini o'zgalar oldiga dasturxon qilavermaydi. Bunday paytlarda Allohdan ortiq dilshod topilmas. Jamiki so'zlar sultondan terib aytilgan alla yolg'iz ko'ngillardagi g'am anduhlarni biroz yengillashtiradi. Zarga to'qnash kelaverib toliqqan ko'zlarga dam beradi. Yolg'onlarni kechib borayotgan qadamlarini to'xtatib qo'yadi. Tabobat ilmining sultoni va asoschisi Abu Ali bin Sino bolaning mijozini kuchaytirmoq uchun unga ikki narsani qo'llamoq lozim. Biri bolani asta-sekin tebratish, ikkinchisi uni uxlatish uchun odat bo'lgan Allahdir degan ekan. Aytish lozimki, yer yuzidagi jamiki onalarning o'z allasi bo'ladi. Uni ona butun borligi bilan chin yurakdan hirgoya qiladi. Bola uni ruhan his etadi. O'g'il bolalarga nisbatan aytiladigan allalarda botirlik, jasurlik, mardlik, do'stga sadoqat, vatan tuyg'usi ustunlik qilsa, qiz bolalarga aytiladigan allalarda ko'proq go'zallik, husn, latofat, nazokat va oqlik tilanadi. Afsuslar bo'lsinki, ajdodlarimiz kamolotida o'ziga xos tarbiya maktabi bo'lgan, ruhiy oziqa, kuch-qudrat ato etib kelgan allalarimiz keyingi yillar mobaynida xonadonlarimizda kam yangraydigan bo'lib qoldi. Hozirgi yosh ayollarimizning ko'pchiligi alla aytishni umuman bilishmaydi. Bola 1986-yili AQShda ona qornidagi go'daklar maxsus dastur asosida o'qitish bo'yicha o'tkazilgan tajribalarda qatnashgan bo'lgusi onalar go'dakning qornidayoq, paytidayoq eshitish va hatto so'zlasha olishiga ishonganlar. Demak, dunyoga kelgan chaqaloq o'z onasi aytgan allani barcha qo'shiqlar, musiqalardan ajrata olishi tabiiydir. Bola ko'ngli ona mehrini, qalbi taftini hamisha qumsab turadi. Alla tinglab ulg'aygan bola haqiqiy yurt fidoyisi, vatan posboni, ezgulikka moyil inson bo'lishi shubhasiz. Donolar
ona bilan bola ko'nglining rishtalaridan biri ham Allohdir. Alloh aytilmasa demak bu rishtalardan biri uziladi. Bola ona mehriga qonmay, takabbur, yaltiroq narsalarga ixlosmand, qadr qimmatni baholay olmaydigan, ibodatsiz bo'lib voyaga yetishi mumkin. Alloh eshitmay o'sgan bolalar orasida har xil ko'ngilsizliklar, jinoyatchiliklar kuzatiladi. Mehrsizlik, oqibatsizlik, giyohvandlik, spirtli ichimliklarga ro'ji qo'yish, tanoqsiz kasalligi ham ularda ko'proq uchraydi deyishadi. Zamonlar, odamlar o'zgaraveradi. Lekin onaning farzand kelajak haqidagi orzu, o'ylari yuksakligicha qolaveradi. Qizlarimiz shuni unutmaslik kerakki, farzand tirnog'iga zo'r ota-onalar yaratganga iltijo qilib, aziz avliyo muqaddas joylarga sig'inadilar. Xayr sadaqa berib, zurriyati uchun qayg'uradilar. Har bir ayol farzandlik bo'lganiga shukrona aytib, uy-mushlari ko'p, sharoit o'zgacha kabi bahonalar qilmay, Alloh orqali unga o'z mehrini bermog'i, kelajak avlodni ham jisman, ham ruhan barkamol ulg'ayishini ta'minlamog'i lozimdir. Shu boisdan mustaqilligimiz tufayli milliy qadriyatlarimizni tiklanishiga katta yo'l ochilgan ekan, maktablarda, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlarida alla ko'rik tanlovlarining tezkis o'tkazib borilishi maqsadga muvofiq deb bilaman. Yuqoridagi sa'y-harakatlar bilan har bir jamoa mustaqil davlatimizning sog'lom avlod dasturini bajarishga o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, sog'lom avlod yo'lidagi qo'yilgan har bir qutlug' qadam ertasi porloq, kuchli va qudratli mamlakat istiqboliga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.